Dilanora saloni qayerda joylashgan? Uchtepa hokimiyatida, Perikroskada 16 etajli bitta dona dom bor. Ana o'sha domni tagida va yana oson topishingiz uchun Dilanora deb navigatorga Yandexga yozsanglar, to'ppa-to'g'ri shu yoqqa kelasizlar. Salonimga kirishinglar bilan mana bu yoqda keratinchi qizim, ya'ni Dilnozani xonalari bor. Bu yerda sochinglarga uxod, keratin, xullas sochinglar uchun ana nano yangicha texnikalar bor. Hamma narsani professionalniy urovenda qiladilar. Keyin har bitta masterlarim aytayotganimda nomerligini qoldiraman. O'zligiga bemalol aloqaga chiqinglar, primoy ulanasizlar. Общий zalimda bo'lsa ikkita masterim bor. Bu masterim sochlarni ham qilishadi, makiyaj ham qilishadi, strижка, укладка, xullas har xil narsalarni qilishadi. И plus qosh laminat ham qilib berishadi. Bizning salonimizga har kuni yangi shunaqa одноразовый sochig'lar keladi. Bu sterillangan, top-toza har bitta mijozga bittadan shunday ochib ishlatamiz. Bitta olib, bemalol shu sochuvlarimizdan ishlatamiz. Bu yoqda bo'lsa podologimning xonalari, ya'ni oyog'inglarni lechebniy pedikyur qilmoqchi bo'lsanglar, aynan bizning salonga kelasizlar. Kelgan qizlar bitta narsani aytmoqchi edim. Meni salonda narashivание kipri, narashivание tirnoq, shlak yokida narashka sochlar umuman qilinmaydi, qosh ham terilmaydi. Faqatgina ayol va qizlarimiz o'zi uchun juda ham foydali bo'ladigan va kerakli narsalar qilinadi. Mana bu podologimiz ham oyog'i yomon bo'lib ketgan ayol va qizlarimizni lecheniya ham qilib beradilar, tekislab ham beradilar. Oyoqdan ham infeksiyalar juda ham tez yuqadi. Shu sababdan podologimiz bir etap emas, naq 2 etapli sterilizatsiya qiladilar. Hattoki chochuvlarimizgacha одноразовый. Kelgan mehmonlarimiz uchun muzdekkina ichimliklar ham, issiq ichimliklar ham bor. Tozalik taraflama, sochligini kesishdan oldin hattoki qaychilargacha sterilizatsiya qilamiz. Bu yoqda bo'lsa bo'stixonasi, ya'ni mani. Bu yerda mana shunaqa chiroyli kelin va qizlar uchun makiyajlar qilib beraman. Hamma narsam professionalniy kosmetikalardan foydalanib. Har bitta masterlarimizning ishlari professionalniy bo'lgan, salonimiz uyutniy bo'lgan va masterlarimiz zo'r muomalada mazza qilib kelib, ham relaks, ham zo'r natija olmoqchi bo'lsanglar, aynan bizning Dilanora salonida sizlarni kutib qolamiz.